Adabiyot fani o'quvchilarni milliy hamda jahon adabiyotining nodir namunalarini mustaqil tushunish va tahlil qilishga o'rgatadi. Hamda shu orqali o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish, kitobxonlik madaniyatini va o'quvchilarning ma'naviy axloqiy dunyosi, adabiy estetik didini shakllantirish, ularda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkurga oid bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish, rivojlantirish, olam va inson tabiati, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini, dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi, deyiladi Milliy o'quv dasturida. Milliy o'quv dasturi nima? Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi o'quv me'yoriy hujjatlari, o'quv reja va fanlarning o'quv dasturlari, o'qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, o'quv reja, o'quv dastur, o'qitish metodologiyasi va baholashni belgilab beradigan hujjat milliy o'quv dasturi ekan. Darsliklar o'qituvchilar uchun qo'llanma, ya'ni o'qituvchilar kitobi, o'quvchi ish daftari, mashq daftarlari deylik, o'quv metodik materiallari, ta'lim resurslarini, shu jumladan texnik va ilmiy manbalarni ishlab chiqish, takomillashtirish, rivojlantirish uchun asos bo'ladi. U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi. Milliy o'quv dasturi quyidagilarni belgilaydi: o'qitish konsepsiyasi va yondashuv, shuningdek o'rta ta'limning maqsad va vazifalari, har bir sinf uchun standart o'quv faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar, ya'ni o'quvchida shakllantirilishi kerak bo'lgan qobiliyatlar, kompetensiyalar, o'qitish usullari va pedagogik amaliyot metodologiyasi, o'quvchilar o'quv faoliyati natijalarini baholash, umuman o'quv dasturining bajarilishini monitoring va baholash tizimi. Demak, adabiyot fanining milliy o'quv dasturi ushbu fan doirasida nimani o'qitish kerakligini, qanday o'qitish kerakligini, o'qitishdan kutilayotgan natijalarni va natijalarni qanday baholash kerakligini belgilab beradi. Ta'lim jarayoni 3 asosiy komponentdan tashkil topgan: maqsad, vosita, natija. Maqsad ta'limning mazmunini ifodalaydi. Vosita mazmunni o'quvchiga yetkazib beruvchi vositalarni nazarda tutadi. Vositalarga avval o'qituvchi kiradi. So'ng darsliklar, o'quv qo'llanmalar, jihozlar, maktab, mazmunni yetkazib berish uchun amalga oshirilayotgan jarayonlar, ota-ona kabilar kiradi. Natija o'qitish natijasida o'quvchida shakllantiriladigan kompetensiyalar. Natija kompetensiyalarni baholashdir. Amaldagi adabiyot fanining milliy o'quv dasturi yuqorida keltirilgan milliy o'quv dasturi ta'rifiga mos. Milliy o'quv dasturida dastlab filologiya fanlari tavsifi, ya'ni ona tili va adabiyot fani tavsifi keltirilgan, adabiyot fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasi muhimligi ta'kidlangan. Adabiyot fani doirasida rivojlantiriladigan nutqiy va lingvistik kompetensiyalar belgilab berilgan. Tabiiyki, nutqiy va lingvistik kompetensiyalar chegaralangan ona tili doirasida shakllantiriladigan kompetensiyalarga nisbatan. Chunki adabiyot fanida asosiy e'tibor 25-sahifada keltirilgan adabiyot fani doirasida shakllantiriladigan adabiyot kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratiladi. Xo'p, adabiyot fani doirasida qanday mavzular o'tilishi kerakligi sinflar kesimida tavsiya sifatida ishlab chiqilgan baholash mezonlari berilgan. Shuningdek, o'qituvchi qanday bo'lishi kerak? Darslikka qo'yiladigan talablar qanday bo'ladi? Kabi savollarga ham milliy o'quv dasturi javob beradi. Milliy o'quv dasturida integratsiya masalasi birinchi bo'lib tilga olinyapti va muhimligi ta'kidlanyapti ta'limda. Integratsiya o'zi nima? Integratsiya turli qism va elementlarni bir butunga birlashtirish jarayoni. Demak, tiklash, to'ldirish degan ma'nolarni anglatar ekan. Masalan, bir asar mazmunini tushunish uchun turli qism va elementlarni, ya'ni ushbu asar mazmunini ochiqlovchi asardan tashqari boshqa ma'lumotlarni o'rganish va ushbu ma'lumotlarning mazmunidan foydalanib asarni tushunish jarayoni, ya'ni turli ma'lumotlarni bir butunga birlashtirish jarayoni nazarda tutilmoqda. Spenser falsafasiga ko'ra integratsiya sochilgan, sezilmaydigan narsa holatining ichki jarayonlari sekinlashuvi natijasida zichlashishi va seziladigan darajaga o'tishi bo'lsa, dezintegratsiya
Buning aksi, ya'ni zid joylashgan narsaning harakati tezlashishi natijasida sochilgan holatga o'tishidir. Hozirgi vaqtda ta'limda fanlararo integratsiyani amalga oshirishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Badiiy asarni tushunish kontekstual tahlilsiz to'laqonli amalga oshirilmasligi adabiyotshunoslar tomonidan tan olingan kontekstual tahlil o'z-o'zidan integratsiyani talab etadi. Xo'p, shuningdek, boshqa fanlarni o'qitishda ona tili va adabiyotning o'rni beqiyos. Milliy o'quv dasturida bu shunday tushuntiriladi. Masalan, fanlarni pillapoyaga qiyoslaydigan bo'lsak, ona tili birinchi pillapoya, adabiyot esa ikkinchi. Birinchi va ikkinchi pillapoyaga qadam bosmasdan uchinchisiga sakrab chiqishning imkoni yo'q. Chunki uchinchi pillapoya yerdan anchagina balandda. Xo'p, bu nima degani? Dasturda aynan mana bu fikr beriladi. Til va adabiyot fanlari blokidagi fanlar o'zaro ijtimoiy va aniq fanlar bilan uzviy bog'lab o'qitiladi. O'quvchining matndan tashqari jadval, diagrammalardagi topshiriqlarni mantiqiy fikrlab, unga tanqidiy yoki ijodiy yondasha olmasligi o'qish savodxonligida qusur borligidan dalolat beradi. Ya'ni o'quvchi ona tili doirasida ma'lumotlarni og'zaki, yozma yoki vizual ma'lumotlarini o'zlashtira olmasa, tushuna olmasa, tahlil qila olmasa, adabiyot doirasida keng miqyosda tafakkur qila olmasa, tanqidiy fikrlay olmasa, boshqa fanlarning ma'lumotlarini qabul qila olmaydi. Xo'p, til va adabiyot dunyo haqidagi bilimlarni o'quvchiga taqdim etadi. Boshqa fanlarni o'zlashtirish jarayoni mana shu bilimlar ustiga qo'yilganligi uchun osonlashadi. Boshqa fanlarni o'qitishda ona tili va adabiyot fanining ahamiyati quyidagi fikrlar bilan ifodalanadi. Fizika va astronomiya faniga doir masala, formula, matnlarni o'qib tushunish, ushbu fan tushuncha va hodisalarni, bu fan ramzlari va amaliyotlarni to'g'ri yozish va o'qish orqali qanchalik to'g'ri va ongli uqqanligi yoki uqmaganligini ham ko'rsatib turadi. Kimyo faniga oid matnlarni, terminlarni, atamalarni o'zlashtirish, topshiriqlarni bajarish uchun albatta uni tushuna bilish zarur. Fanga oid matnlarni to'g'ri o'qish va tinglab tushunish orqali o'quvchi moddalar tarkibi, kimyoviy atamalarni farqlash, inson faoliyati va tabiatda ro'y berayotgan kimyoviy jarayonlar haqida tushunchalarni biladi. Kimyoviy birikmalarning farqlarini, tabiiy tizimlarning kimyoviy asosini, moddalarning tuzilishi va tarkibining o'zaro bog'liqligini o'rganadi. Kimyoviy moddalar hamda maishiy kimyo mahsulotlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish va ular asosida eksperiment o'tkazish ko'nikmasi rivojlanadi. Nima uchun yuqoridagi masalaga batafsil to'xtaldik? Chunki jamiyatimiz, hatto adabiyot fani o'qituvchilari ham adabiyot faniga o'quvchilarning axloqiy sifatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida qaraydi xolos. Aslida adabiyot fanida o'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar borliqni qabul qilish uchun muhim ekanligini anglashmaydi. Murakkab matnlarni tushunish, tahlil qilish, analiz qilish, sintez qilish, matnlarni bir-biriga bog'lay olish, matnlar orasidagi aloqadorlikni tushunish, ma'lumotlarning keraklilarini ajrata olish, kerakli qarorlarga kela olish, muammolarga yechimlar topa olish kabi ko'nikmalar adabiyot fanida shakllantiriladi. Milliy o'quv dasturida belgilangan 7 ta adabiyot faniga oid kompetensiyalar yuqorida aytilgan kompetensiyalarni shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Birinchi kompetensiya asarning asosiy va ikkilamchi g'oyasini aniqlash, munosabat bildirish, boshqa ma'lumotlarga tayangan holatda munosabat bildirish, kontekstual tahlil qila olish. O'quvchi turli ma'lumotlardan o'ziga kerakligini ajrata olishi, ajratib olgan ma'lumotlarning mazmunini asar mazmuni bilan integratsiya qila olishi, integratsiyalagan holatda qaror qabul qila olishi, xulosa chiqara olishi va ushbu xulosaga shaxsiy munosabatini bildira olishi kerak. Demak, adabiyot kompetensiyasi, birinchi adabiyot kompetensiyasi shularni nazarda tutadi. Bola badiiy g'oyani aniqlay oladi. Kompetensiyasi yetakchidir bu yerda.
Ikkinchi adabiyot kompetensiyasi asardagi ochiq aytilgan fikrlarni, asardagi yopiq aytilgan fikrlarni, ya'ni tag ma'nolarni tushuna oladi. Asardan xulosa chiqara oladi va xulosalarini dalillab bera oladi. Buning uchun nima qilinadi? Odatda bunday o'xshatiladi. Ona tili matnning ochiq aytilgan fikrlarini tushunishga o'rgatadi. Albatta, tag ma'nolarni ham tushunishga o'rgatadi, ammo chuqur intertekstual matnlarni anglashni adabiyot fani o'rgatadi. Xo'p. Tag ma'noni aniqlash uchun matn qismlarga ajratiladi. Ya'ni analiz qilinadi. Matn analiz qilinadi, obraz xarakteri, xususiyatlari, psixologiyasi analiz qilinadi. Matn yoki obraz to'laqonli tushunish uchun kontekst analiz qilinadi. Va asardan xulosalar chiqarish degan kompetensiya ham berilyapti. Analiz qilingan ma'lumotlar sintez qilinadi. Adabiyotning ikkinchi kompetensiyasi yuqoridagilarni nazarda tutadi. Demak, bola analiz va sintez qila oladi. Uchinchi va to'rtinchi kompetensiya asarning badiiy xususiyatlarini tushunishni nazarda tutadi. Tuzilish jihatidan, til jihatidan, asarning sujetini tushunish, sujet elementlarini ajrata olish, asarning tuzilishiga, kompozitsiyasiga munosabat bildirish. Uchinchi kompetensiyani tashkil etsa, to'rtinchi kompetensiyani muallif qo'llagan badiiy tasvir va ifoda vositalarini aniqlash, lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish tashkil etadi. Demak, bola badiiy til xususiyatlarini tushuna olishi, tilni asarda qo'llashdan ko'zlangan maqsadni o'ziga ko'rsatayotgan ta'sirini tushuntirib berishi kerak bo'ladi. Beshinchi kompetensiya asardagi obrazlarni tahlil qilish, ularga munosabat bildirish hamda munosabatini matn, boshqa manbalar va hayotdan olingan misollar yordamida asoslab berishni nazarda tutadi. Demak, badiiy xususiyatlar, asarning g'oyasi, mavzusi, obrazlar tahlili jarayonida tushuniladi. Oltinchi kompetensiya tanqidiy tafakkur qila olish, ma'lumotlarni integratsiyalay olishga asoslanadi. Asarning turli talqinlarini, masalan, kinoteatr tasvir san'atidagi talqinlarni solishtirish, o'xshash va farqli jihatlarini ayta olish va munosabat bildira olish ko'zda tutilgan. Yettinchi kompetensiya ijodiy tafakkurga asoslangan, ya'ni o'quvchining yaratuvchanlik qobiliyati yettinchi kompetensiyada aks ettirilgan. O'qilgan asarlar tahlili, shu jumladan qiyosiy tahlil asosida ijodiy va tahliliy matnlar yaratish. Bunda turli lingvistik va ekspressiv vositalardan o'rinli foydalanish hamda mantiqiy izchillikka rioya qilish. Demak, bola yangi biror g'oya, narsa yarata oladi. Demak, adabiyot darslarida o'quvchida ikki asosiy qobiliyat shakllanishi lozim ekan. Birinchisi, obrazli tafakkurni tushunish. Obrazli tafakkurni tushunish jarayonida, ya'ni badiiy asarni to'laqonli tahlilini amalga oshirish jarayonida borliqni tushunish va talqin qila olish qobiliyati ham shakllanadi. Agar adabiyot darslarida asar tahlili amalga oshirilsa, asarning ham estetik, ham mazmuniy xususiyatlari tahlil qilinsa, bola har qanday ma'lumotni tafakkur qila oladigan, har qanday muammoni yechishga qodir bo'lgan yetuk bir inson sifatida shakllanishi kerak ekan. O'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar sinflar kesimida berilganidan so'ng tavsiya etilgan mavzular keltirilgan. Undan keyin esa kompetensiyalarni baholash mezonlari berilgan. Rasmda 11-sinf o'quvchilarida shakllantirilgan kompetensiyalarni baholash mezonlari tasvirlangan. Demak, milliy o'quv dasturi fan mazmunini, shakllantirilgan kompetensiyalarni va baholash mezonlarini belgilab beradi. Demak, har bir fan o'qituvchisi milliy o'quv dasturi bilan to'liq tanishgan bo'lishi lozim.